Qanday holatda madaniy meros obyekti moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarilishi mumkin? Javob: madaniy meros obyektini moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarish O'zbekiston Respublikasining madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonunning 14-moddasiga asosan amalga oshiriladi. Unga ko'ra, moddiy madaniy meros obyektini moddiy madaniy meros obyektlarining davlat kadastridan chiqarish obyekt jisman to'liq yo'qolgan yoki moddiy madaniy meros obyekti sifatidagi tarixiy madaniy qiymatini yo'qotgan hollarda tarixiy madaniy ekspertiza xulosasi hamda Madaniy meros agentligi ilmiy ekspert kengashining tegishli qarori asosida amalga oshiriladi. Ikkinchi savol: madaniy meros obyekti deb nimaga aytiladi? Javob: madaniy meros obyektlari tarixiy, ilmiy, badiiy yoki boshqa madaniy qimmatga ega bo'lgan moddiy va nomoddiy madaniy boyliklar majmui hisoblanadi. Moddiy madaniy meros obyektlariga ansambllar, diqqatga sazovor joylar, yodgorliklar, madaniy boyliklar hamda ularning qismlari kiradi. Nomoddiy madaniy meros obyektlariga esa urf-odatlar, xalq ijodiyoti, so'z, raqs, musiqa, tomosha san'ati, xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san'ati bilan bog'liq bilimlar, ko'nikmalar, artefaktlar hamda madaniy makonlar kiradi. Uchinchi savol: madaniy meros obyektida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish mumkinmi? Javob: davlat mulkida bo'lgan madaniy meros obyektlarida tadbirkorlik faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-oktyabrdagi moddiy madaniy meros obyektlaridan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 881-son qarori hamda 2014-yil 6-martdagi moddiy madaniy meros obyektlarini va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish hamda zarur holatda saqlash bo'yicha investitsiya majburiyatlari asosida ijaraga berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorida belgilangan talablar asosida amalga oshirish mumkin. To'rtinchi savol: agar men tasodifan qadimiy buyum topib olsam, uni saqlash yoki sotishim mumkinmi? Javob: respublikamiz hududidan topilgan qadimiy boyliklar, buyumlar O'zbekiston Respublikasining arxeologiya merosi obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi 2009-yil 13-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasining 229-son qonunining 4-moddasiga muvofiq arxeologiya merosi obyektlari hisoblanadi hamda ularga bo'lgan mulk huquqi davlatga tegishlidir. 5-savol: xususiy muzey ochish mumkinmi va uning shartlari qanday? Javob: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 12-apreldagi O'zbekiston Respublikasining muzeylar to'g'risidagi qonunini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash haqidagi 68-son qarorining 1-ilovasi 7-bandiga ko'ra, muzeylar mulkchilik shakliga qarab davlat va nodavlat xususiy muzeylarga bo'linadi. Mazkur ilovaning 22-bandiga muvofiq nodavlat xususiy muzeylar, mazkur ilovaning 22-bandiga muvofiq nodavlat muzeylar ularning muassislari mablag'lari hamda qonunchilikda tasdiqlanmagan boshqa mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladi. Shuningdek, ilovaning 31-bandiga asosan nodavlat muzeylar belgilangan tartibda mulkdorlarning qarori bilan tashkil etiladi yoki tugatiladi. Muzey yo'nalishiga mos muzey ashyolari va muzey kolleksiyalarining mavjud bo'lishi, muzey ashyolari va kolleksiyalarini saqlash hamda ommaga namoyish etish talablariga javob beradigan moddiy-texnik bazaning mavjudligi, jumladan bino yoki xonalar, ko'rgazma jihozlari, muhofaza vositalari hamda yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlangan bo'lishi. Muzey faoliyatini yuritish uchun zarur moliyaviy mablag'larning mavjud bo'lishi. 6-savol:
Xususiy kolleksiyani muzeyga topshirsam, menga imtiyoz beriladimi? Javob. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-maydagi muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 261-son qarorining 9-bandiga muvofiq Madaniy meros agentligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari hamda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda har yili Milliy merosga mening hissam umumxalq aksiyasini yuqori saviyada o'tkazish hamda unda faol ishtirok etgan shaxslarni munosib rag'batlantirishi belgilangan. 7-savol. Muzey fondiga ashyo topshirish tartibi qanday? Javob. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 31-oktyabrdagi muzeylar faoliyatiga taalluqli me'yoriy hujjatlar to'g'risidagi 237-son qaroriga muvofiq fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan yoki o'z qo'l mehnati bilan yaratilgan madaniy boyliklarni muzeyga topshirish uchun muzeyning mas'ul xodimlariga taqdim etishlari mumkin. Topshirilayotgan ashyo muzey yo'nalishi va tematikasiga mos kelgan taqdirda fuqaroning arizasiga asosan topshirish, qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtiriladi va ashyo muzey fondiga qabul qilinadi. Dalolatnomani rasmiylashtirish jarayonida muzey mutaxassislari fuqaroning shaxsiy tasdiqlovchi hujjatini, shuningdek, agar fuqaro hunarmand yoki rassomlar uyushmasi a'zosi bo'lsa, tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni hamda ashyoning materiali, tayyorlanish texnikasi va boshqa tavsiflariga oid ma'lumotlarni so'rashi mumkin. 8-savol. Qurilish paytida arxeologiya topilma chiqsa, ishlarni to'xtatish kerakmi? Javob. Qurilish, qazish yoki qishloq xo'jaligi ishlari jarayonida arxeologik topilma aniqlangan taqdirda ishlar darhol to'xtatilishi hamda bu haqida madaniy merosni muhofaza qilish organlariga zudlik bilan xabar berilishi lozim. Topilma aniqlangan hududda ishlarni tegishli ruxsatsiz davom ettirish qonunchilikka muvofiq ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, ochiq varaq yoki tegishli ruxsatnoma asosida jalb qilingan arxeologning xulosasiga ko'ra, obyekt hududidan topilgan ashyolar belgilangan tartibda davlat muzeylariga topshiriladi. 9-savol. Moddiy madaniy meros obyektini UNESCOning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritish uchun qanday talablar bor? Moddiy madaniy merosni o'zida aks ettiruvchi arxitektura va texnologik obidalar, majmualar, tarixiy hududlar, obyektlar hamda tarixiy shaharlar landshaftlarini UNESCOning umumjahon merosiga ro'yxatiga kiritishda ularning asilligi va yaxlitligi, umumjahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiyani amalga oshirish bo'yicha amaliy yo'riqnomada belgilangan umum bashariy mislsiz qiymat mezonlari asosida baholanadi. Mazkur mezonlarga quyidagilar kiradi. Inson dahosining ijodiy durdona asari hisoblanishi, arxitektura texnologiya, monumental san'at, shaharsozlik yoki landshaft dizayni sohasida muayyan davrda yoki dunyoning ma'lum madaniy hududida muhim insoniy qadriyatlar almashinuvini aks ettirishi, mavjud yoki yo'qolib ketgan sivilizatsiya yoxud madaniy an'analar haqida noyob yoki alohida guvohlik berishi, insoniyat tarixining muhim bosqichlarini aks ettiruvchi bino, arxitektura yoki texnologik majmua hamda shahar landshaftining noyob namunasi bo'lishi, madaniyat yoki madaniyatlar vakili bo'lgan an'anaviy aholi yashash muhiti, yerdan yoki suvdan foydalanish namunasi sifatida inson va atrof muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sirni aks ettirishi, tarixiy hodisalar, mavjud an'analar, g'oyalar, e'tiqodlar, shuningdek umumbashariy mislsiz qiymatga ega bo'lgan badiiy va adabiy asarlar bilan bevosita bog'liq bo'lishi. Mazkur mezonlarga mos kelgan obyektlar UNESCOning umumjahon merosi
nomzodlik ro'yxatiga tavsiya etilishi mumkin. 10-savol. UNESCOning umumjahon merosi ro'yxatidagi moddiy madaniy meros obyekti yaqinida turar joy qurish mumkinmi? Javob: Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-martdagi 265-son qarorining 9-ilovasi bilan tasdiqlangan moddiy madaniy meros ko'chmas mulk obyektlarining qo'riqlanadigan tegralarini belgilash va ularni saqlash tartibi to'g'risidagi nizomning 33-bandiga muvofiq qo'riqlanadigan tegralar belgilanmagan hollarda UNESCOning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan hududlarning rejalashtirilayotgan chegarasidan 300 metrgacha, alohida muhofaza qilinadigan tarixiy madaniy hududlarning rejalashtirilayotgan chegarasidan 200 metrgacha, respublika ahamiyatidagi obyektlar, shu jumladan arxeologiya yodgorliklarining rejalashtirilayotgan chegarasidan 100 metrgacha bo'lgan hududlarda yerdan foydalanish, shaharsozlik normalari va qoidalari talablari, shuningdek kapital qurilish, bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish hamda kapital ta'mirlash ishlari maxsus vakolatli organ bilan kelishilgan holda amalga oshirilishi belgilangan. Shu sababli UNESCOning umumjahon merosi ro'yxatidagi obyektlar yaqinida turar joy qurish faqat belgilangan tartibda tegishli vakolatli organlar bilan kelishilgan holda amalga oshirilishi mumkin.